Aziz obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta, Qo'qon mashina bozorida Sprinter so'raganlarimizga, srednisidan, kattasidan, kichkinasidan, hammasidan so'mka qildik. Albatta, ma'qul kelgan aloqaga chiqib 271 so'raganlarga 271lari ham bor. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsang, yangi videolar o'tkazib yuboramiz. Qo'qon bozoridan akalar. Hurmatli obunachilar, Sprinter so'ragan akalarimiz bo'lsa, zavodskoy metan benzin. Bu sredniy, ha, to'g'rimi? 271 akalar, mana 271 zavodskoy metallisi akalar. Ko'ringlar. 93 ming yurgan. Любой проверка boraveradi любойsiga. Bo'ldi. Konditsionerlari bor. 3 kishilik endi bu ham, ha? Shu bitta resorda turibdi ekan, ha? Bu ham zavodskoy bilanmi? Hamma yo'q zavodda. Mana, ham baland. Sprinter ishqibozlari bo'lsa, telefon qilinglar. Chiroqni taqib beradi mana. Qancha yuradi bu? 300 yuradimi? 271 kilometr, 300 bemalol yuradi. Ko'ringlar. Konditsionerlar bor. Bunda konditsioner ishlamaydi degan narsa yo'q. O'zida hamma yo'q. Tem bo'lib Perigon ekan bu. Qancha qilib berasiz aka? 35 ming. 35 ming. Nomingizdan chiqsa bir ikki tushib beramiz. 35 ming dollar ekan akalar, mana ko'ringlar. Kami bor deyapti. Telefon qilib narxini yana kelishsalaring bo'ladi. Telefon nomeri aka? 90lik 570 30 13 raqamlariga chiqaverasizlar akalar. Bundan tashqari bor yana, ha? Shu spravka bo'ladimi shunda? Ha, nomiga chiqarib beradi. Rastamoshkada o'tganmi bu? Hamma yo'q. Bo'lgan, ha? Dokument tayyor. Xo'p. Yana bitta sprinterimiz akalar. Tayyor refrigerator bor. Zavodskoy metalli 271 bu ham akalar. Ko'ringlar mana. Xohlasangiz mana bundan ham ko'rsalaring bo'ladi. Redline o'qiyapti. Redline mi bu aka? Qablolari ham redline. Bo'ldi. Sudatchilar bu Sudatchilari. 52 ming yurganmi bu? 28 ming, 284 ming yurgan ekan. Konditsionerlari, bu yoqda tablolari 3 kishi bemalol ketsangiz bo'ladi. Kilometr kontrol. Mana nima bu? Orqada nimasi bormi? Temir metan. Faqat yakka bo'ladi ekan. Ko'ringlar mana. Mana. Shu so'yib sherik bo'lgan iltimos bergan. Bu suratda farzand bor. Shu farzandlar yetib o'tmasin. Ko'ringlar mana. Yonboshdan eshigi bor akalar, mana ochiladi bittalar. Mana ichkarilar. Mana rif akalar. Ishlaydi ekan, ko'rdim. Yangi ekan, ha? Gap yo'q. Buni qancha qilib berasiz? 35 ming. Sizning nomingizdan chiqsa bunga Bo'ldi, 35. 35 mingmi bu aka? Kami bor. Bundan serob akalar, Afsona TV nomidan chiqdim deb kelinglar, ko'ringlar akalar. Yana Perigon, hammasi Perigon akalar. Bu hali ishlab, betlarda ishlab yurgan mashina bas. Tanlab olasiz, xohlaganingizni ma'qul kelganga aloqaga chiqaveradi. Tamoshida bor. Tamoshida bor yana. Telefon nomer 90 570 30 13 raqamlarga chiqaverasizlar akalar mana. Eng 8-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter tayyor refrigeratori boridan ko'rsatamiz. Metallari bor ekan, ha. Kosmetika bo'lganmi bu? Ha, oldi buni anchetida bor xolos. Orqalari toza, ha? Toza. Ha, bo'ldi. Chexollar yangilab qo'ysa, yangi mexanika ekan. Tak, magnitofonlari. Riflar ishlaydi aka? Ishlaydi. Ishlaydi. 133 tali motor. 133 tali motor. Qancha yurgan bu mashina? 300 ming yurgan. 300 ming yurgan. Temir metan akalar. Trapani metani bor. Trapan metan bor ekan, ha? Rama Qanaqa mashina? Mana. Ko'ringlarchi. Reklama ham yo'q. Ko'ringlar mana.
Rasxodsiz mashina so'rayapsizmi? Mana Abduzafar. Qo'ng'iroq qiling. Temir metan. Oladi ishga chiqadi. Oladi ishga chiqadi, aka. Rul regilovkasi bor. Bu nima bu aka bu? Sudachka? Bu arka Sensor, ha, sensor. Qancha yurgan o'zi mashina? 300 ming. 300 ming atrofida yurgan. 33 talik motorda turbolar ishlaydi aka, ha? Qanchaga berasiz aka buni? Buni 11,5 ming dollar. Kami bor. Qanchaga bermadingiz aka? Endi Birinchi bozorimda? birinchi bozor. 11,5 ming dollar so'ralayapti ekan akalar. Kami bor. Juda qimmat basmi aka? Tozadan. Toza? Yana ishlatilmagan. Ha. Og'irmi bo'lmagan, ha? Qancha atrofida bitadi aka? Yaqinroq qilib aytavering. Beramiz, chiqarsin. Jib jetmasa ham kelishaverasizmi? Kelishaveramiz. Kelishaverasiz. Telefon nomer 90lik 90lik 381 381 75 55. 75 55 raqamlariga telefon qilaverasizlar akalar mana. 2 tonna, 2,5 tonna yuk bosaverasizlar. Ezib ishlatilmagan ekan akalar mana. Olasiz. Mana bu o'sha sezon kelyapti Rifka aka, xudo xolasa. Bosilaveradi. 2023 akalar. 6-oyda chiqqan mashinamiz. Nima bu nom aka? Bu Changan emas, Shinray emas. Nomi nima aka? Nomi? Jimbo deganidan ekan akalar. Ha, mashina bir qo'l, ha? Voy, bu bag'ib ponni mingtalik bo'lib ketdi aka, ha? Ya bu yo'q. Konditsionerlari bor aka, ha? Bunda yo'q aka, yolg'on emas. Bunda yo'qmi konditsioner? Motori 1.6. Polilari bor, video registratori bor, konditsioner yo'q ekan. Mana bu yerdan bilib olamiz. Tex pasportdan. Jingo 117 ta ot kuchiga ega ekan akalar, 23 ekan yili. Holida qollar bo'lsa telefon qilinglar. Qancha yurgan dedingiz? 55 ming. 55 ming yurgan mashina. Mana ramalarni ko'ringlar. 14 balon, metani bor. Ko'rganlaringdek mana bu yoqlarda nimalargacha qo'yib qo'yib, dugalargacha. Bu ochilish qanaqa endi buni aka? Bu tomonni tushiradi. Zadniy kameralar bor. Mana. Mana. Bu yoq ham ochiladi. Balandligichi buni? O'rtasi 2.5, yollari 1.85. Chorvaga ham bu narsa ketilaverar ekanda aka. Bemalol. O yonboshi ham ochiladi shekilli, o'rtasi ham, ha? Ochiladi aka. Yuk yuklansa bo'ldi degan yozuvi bor. Ha. Olib boradi deng. Ko'ringlar akalar. Jimbo degan mashina ekan. Polilarni qilib qo'yibdi akam, chiroyli. Afsona tib aka. O'zingiz charchamayapsizmi? Qanchaga beramiz aka endi buni? 14 so'rayapti. 14 ming dollar. Kami bor. Qanchani ko'rdi aka? Bismillah, birinchi bozor aka. 2 tonna olaveradi. To'g'rimi? Yakka balon-ku bu. Oladi aka. Hali narxiga yo'q. Yo'q, hozir birinchi bozorimiz aka. Nechi pul endi? Buncha atrof desangiz, telefon qilishaveradi. Hozir siz aytmasangiz aka narxini pastdan kelishadi-da. Buncha atrofida bitib qoladi desangiz. Minutchiga kelishtirib beramiz, sunnatiga o'tib beramiz. O'tib berasiz sunnatiga. Minutchi faqat. Ha, minutchi uchun. Bo'ldi, telefon nomer. 33lik 33lik 639 639 295. 295. Generalniy bo'ladi? Generalni kelishtiramiz. Kelishtiriladi. Bo'ldi, generalniy bo'ladi. Telefon qilinglar mana. Keyin minib, keyin bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi mana. 1.6 motor. Ko'rdim 117 ta ot kuchiga ega, zadimoz, korobka, hadovoy hamma yo'q joyida. Sepli motor. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, Renault so'raganlar bo'lsa mana. Kamroq yurgandan ekanmi shu? Qani, qayerdan ochiladi degan edi bu. Voy, qayerdan ochiladi bu? Aka? Mashitdan shekilli mo'ljalla. Ajoyib ekan nimasi ham. Motor ham o'ziniki, aka? Yo'q, motor Volkswagen 2 qo'yilgan. Ha, 2 qo'yilgan, ha? Parapani bor ekan, ha? Parapan benzin. Propan benzin. Ikkovda ham yuradi. Bo'ldi. Demak, bu motor metan ham qo'ysa bo'lar ekan bunga, ha? Balonlar yangi ekan, ha? Kerak bo'lsa zapchasi ham bor ekan, beriladi ekan. Video registrator. Bez konditsionermi bu? Mana. Lekin ichkarisi kerak ekan. Yangi balon qo'yilgan. Zadniy kamera. Ishlamaydimi ekan? Endi yordam berib oling endi. Qancha ko'taradi endi bu, ha? 2 tonna olammi? 2 tonna, 1,5 tonna, 2 tonna. 1,5 tonna. Ko'ring aka. Bitta nimasi shu ekanda, ha? Nasos. Qo'yib oladi endi, oliyda odam endi.
Yonboshlari. To'rtta balon yangilabsiz-da, aka, ha? Bu yog'i ham ochiladimi? Ochiladi. Ko'ringlar. 100 qancha yurgandingiz? 238 mi yurgan ekan? Bo'laveradi. Qancha qilib berasiz aka buni? Nech pul o'z narxi? 7,5 ming. Qanchaga bermadingiz aka bugun bozorda? 6,5 ga bermadingiz. Takmitlar joyida. Korobka, motor, xadolar yaxshi, ha? Telefon nomeringiz? 91lik 679 0773. Qancha yuk ko'taradi aka? Bagaji ham bor ekan tepada. 1,5 tonna. Olaveradi, bemalol, ha? Bo'laverdi aka. Qayerdagi o'zi bu? Oltiariqdagi. Oltiariqda Ford bular juda ketadi aka, ha? Kattaroq qilmoqchimisiz aka? Bu aybi chiqib, bunaqa bo'lib sotilgan-da, to'g'rimi? Siz aka bu barterga o'tgan oshdi. Ha. Barterga o'tib qo'yamiz sizga. Bo'laveradi. Generalni beraman deysiz, ha? Endi baribir hozir generalni olmasa ham ko'ryapsiz, bitta bo'lib ketib qolyapti. Bo'laverdi. Barter hamma yo'q. Ha, bank ham, barter ham kelishaverasiz. Bankda 80 million pul berdi. Bunga-ya? Tak, 2009-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. Sprinter, sredniy aka bu. Uzun ekan bu, ha? Maxmi bu? Maxda, to'g'rimi? Tak, bu datchik qo'yib qo'yish ishlaydimi bu? Ha, hammasi Ishlaydi, ha? Motor 112. 112. Benzin, Metan. metanga yuradi. Benzinga ham, metanga ham yuradi aka. Qaranglar, abizlari hamma yo'q joyida. Tak, mana balon holatlari. Yukda ham olar bu aka, ha? Sudatchilari bor ekan, monitori bor ekan mana. Sprinter juda ham ko'pchilik insonlar so'rayapti. Mana akalar sprinterlar. Qani bitta like bosib ketinglar shu joyga mana. 538 ming yurgan mashina, 3 kishilik ko'zachi qo'llar qilib qo'yilgan. Chiroyli qilib. Uzunligi ham 4 metrmi, 5 metrmi aka bu? 6 metr, ha? Risollar qo'shtirilgan. Mana. Bu tagini ham bitta ko'rsatib qo'yaman akalar sizlarga. Ha, ko'rinishlar. O, zadniy kamerasi ham bor tepada. Ha. Ikkita metan bu nechtalik aka bu? 120 talik. Ikkitasi 120 talikdan. 240. Общий, ha? Tepalar, lyuklari bor ekan, yop-yoriqqina. Qancha qilib beramiz aka buni? 18 ming dollar. Kami bor. Narx qilishdimi bugun? Savdo bo'ldimi? Nech pul qilishdi? 15 qildi. Sotmadingiz. Kraskasi, kaltagi, avariya, chaqa-chuqa bor ekan endi. Zanglagan joylari bor, bitta kosmetika qilib olasizlar akalar. Nechta tonna bosdingiz aka eng ko'pi? 4 tonna. Yakka balon bu, ha? Ko'taradimi? 4 tonna bilan. Shu motorda. Mana akalar, o'zlaringiz eshitilaring. O'zi minib yurgan, o'zi nima? Qayerdagi bu o'zi? Samarqand. Samarqanddanmisizlar sizlar? Samarqanddan kelyapsizlar bu aka. Telefon nomeri aka. 90lik 103 97 57. 15 ga narx qilishni bermadingiz. Ustiga yursa sotiladi. Barter marterga ham kelishaverasiz, ha? Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 90lik yana bitta 476 1166. Yili necha dedik buni? 2009. 15 ga bermabdi akalar. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Aha. 96-yilda ishlab chiqarilgan. Sredniy bu aka, ha? Sredniy sprinter. Narxi arzon, ha? Motorchi buni qanaqa? 602 turbina. Tak. Sudatchilari bor akalar. 3 kishi bemalol haydaverasizlar. Ha. Balon yangi qo'yibsiz akalar. Mashina metan avtomatga. 600? 602. 2. Temir metanda akalar. Metan. Metan yangi 23 patronlar. Yangilangan, ha? Ha, yangi qo'yildi. Mana. Mashina skoriy bo'lgan. Ha, skoriy bo'lgan. Skoriy bo'lgan. Endi meva-cheva sotyapsiz buni, ha? Meva-cheva sotilgan. Bo'ldi, yuklari bor, ochilib yopilib. Metani bu yog'i 150 talik. 150 talik. 250 300 230 240. yuradi, ha? Tagida yo'qmi? Yo'q, tagida yo'q, shu ichida. Qancha bosyapsiz endi aka bunga? Yoki 2 tonnani oshirib bosmadi. Ha, 2 tonna ortiq bosilmadi. Orqasi yopiq ekan. O kamera ishlaydimi? Kamera ishlaydi. Ishlaydi, ha? Masol bitta qo'shtirma xolos. Ha.
Mana ko'ringlar. Mashina kalta yo'q. Nechta tonna oladi endi o'zi aslida bular? Aslida 3,5 tonnagacha bosyapti. Ko'taradimi yakka bola? Halo, 4 tonnagacha. Sen moslab qo'ydi, hali karasiga yo'q. Ha, O'zimiz ishga chiqartirgan. tushunarli. Xo'p, narxi endi bo'ldi aka. Narxi 7,5 qilib beradi. 7,5 ming dollar. Kami bor. Bozor nech pul qildi aka? Bozor aka 6,5 6,5 qildi, bermadingiz. 6,5 ming dollar narxida akalar, sredniy sprinter. Telefon qilinglar, yana tushib beraman deyapti, kelishamiz deyapti. Telefon nomeringiz 94lik 999 19 13 raqamiga telefon qilaverasizlar. Qayerdagi bu aka? Chuko'prik generalniy bo'ladi. nomimizda. Bo'ldi. Bo'ldi aka, dehqonchilik mashina ekan akalar.